Dilnurni qutqizish uchun shundaqmi? Epinglar. Sardar, bu bola sizning bu janjigiringiz-ku. Chiqarib oldim. O'g'il bola ekan. Kamranni seg'indingmi? Kamranni menga qaytirib ber. Kelinglar, Lalani to'sib olinglar. Meni qo'yib etish. Men Kamran bilan ko'rishiman. Sen bir iflos odam emas. Sen cho'qim jajangni yeysan. Yog'izingni yum. Nima qilyapsiz? Chiqib keting. Qayerga borsak mayli, tez mangayli. Bu mumkin emas. Sardar, siz bekla ekansiz. Lala, tez mashinaga chiqib kamerani quchog'ingizga eling. Lala, to'xta. Mashinadan tush. Xabar, tez hayda, tez. Mashinaning aynakini chiqaring, tez bo'ling. Mashinani to'xtat. Xabar, to'xtatma. Tez haydang, tez. Lala, siz kamerani olib tez qoching. Neri tur? Nima qilay deysan? Men sen yo'lni bo'shat deyapman. Yo'l bo'shatmayman. Hargiz bo'shatmayman. Acamning puti nemish sinib ketdi. Sardar, Dilnur Kamranni menga qaytirib ber. Hammani qilganman. Siz avval bu yerdan yo'qoling. Yuzmo'yanni Lalani ikki putiga tegisha olmayman. Bo'lmasa, cho'qimsini oshkorlab etaman. Ko'zimdan yo'qol. Lala yo'qolib ketdi. Dilnur uni shunday qilishga buyurgan ekan. Qappar u qochib ketibdi. Voyjon! Ovoz chiqarma. Dilnur, sizga zada nemish bo'ldi? Yana gap qilmasangiz saqchiga ma'lum qilaman. Dodo! U o'z odam emas. Men seni o'z odam. Bu haramzada shun bilan ma'u pastkash xotinni bu azoblarim uchun badal to'latkazaman. Dilnur, yo'q. Uning sen yaxshi ko'radigan nimasi bor? U faqat ikki puti yo'q xotin xolos. Boyvachi, siz Meni o'ldiring. Opamga chiqilmang. Dilnur, opam dadamning qonunli ayoli. Opam haqiqiy oshna. Ağzını yiyam. Xabar, siz Kamranni qutqizing. Sardar, ko'zingizni yeching. Opa, dadam o'lmaydi, jiddiylaşmang. Sardar, sendan o'tinib qolay. Meni o'ldirib etgan. Menga rahim qilgin. Sen o'tkazgan jinoyatimning jazosiga uchraysan. Yo'q. 3-chi qism. U qattiq umidsizlangan holda past ovozda so'radi. U hozir rostali Sardardan o'zini yaxshi ko'rishni o'tinmaydi. U faqat o'zining bolasini qaytirib berishini o'tindi. Acaba bu xatomi? Shundoq. Men faqat Dilnurni yaxshi ko'raman. Sardar kayniga burilibla Lalaga qaramasdan qo'g'dovchilarga yana bir qaytam buyruq tushirdi. Uni bog'lab qo'yinglar. Xalqancha karvatini tushirmanglar. Sardar gapini tugatib, Dilnurni yetilab ishga qarab mangdi. Biz mangayli. Buningdan keyin uni yana kelmang. U ayol yaxshimani bilmaydi. Uning ishingiz og'rib yo'qlab kelsangiz, sizni haqoratlayotgan qarmandiga. Sardar, ocham bolasini noyt seg'inib ketdi xolos. Amaliyotda siz Kamranni ochamga topshirib bersangiz, bola balkim sut emalishi mumkin. Uning qo'rsig'i bak echib ketadi. Lalaning quloqlarida Dilnurning mushi bir jumla so'zi takrorlanib, chiroyi barg'an siri tadirib ketdi. Kamran bir narsa yemagan o'xshamamdi. Sardar, qaytib kel. Kamranni menga qaytirib ber. Lala jinining baricha baqirdi. Qon to'xtamasdan iqib, yuzida qon didari qolmadi. Lekin Sardar uningga hech qanday inkos qaytarmadi. Sardar yana Kamranni uniga qaytirib berishga qo'shilmadi. Dilnurning ovozi barg'an siri to'valashga boshladi. Bara Lala hech nimani anglayamaydigan bo'lib qoldi. Ko'z oldida faqat Kamranning kichik karvatda jimjit yotgan kichik badanila namoyon edi. Kamran cho'qim o'lay deb qoldi. Ochliqdan o'lay dedi. Lalaning ikki qo'li, ikki puti karvatga muqimlashtirilgan edi. Sestra kelib, uning qo'zig'idagi pichoq yarisini bir taraf qilishga boshladi. Yari ig'zi allburun echilib ketgan bo'lib, qaytadan tikib, qaytadan tengildi. Lala kesal karvatida jimjit yetib, to'risga tikilgan ko'zlarida ozroqmi inkas yo'q edi. Qarang'i tushdi. Tong otdi. Yana qarang'i tushdi. Kasalxonadagi ojiz nur Lalaning tatargan yuziga o'rilib, yemeklikning mazali hidi atrofni bir ag'am bo'lsa-mu, lekin uning ozroqmi ishtahasi yo'q edi. Uning hech nima yegisi yo'q. Tamoq yeb sutga aylangan taqdirdami, sutni Kamranga berishga amalsiz. Kamranning qo'zig'i nayti echib ketgan ekan, u Kamranga hamroh bo'lib, billa och qilishni tanlaydi. Xonim, ozroq yang, oziqliq to'liqlimisangiz yari ig'izi yaxshi tutmaydi. Yangi kelgan sesra to'van ovozda Lalaga nasihat qildi.
Lola u yerda xuddi haykaldek jimjit yotadi. U inkas qaytarmadi. Eshik echilib, Sardor kirib keldi. U sestraning qo'lidagi cheniga qarab, Lolaning liq bir qichi shov yurishni faqat yemaganligini bildi. Menga berib chiqib keting. Sardor qo'lini so'zib, sestraning qo'lidagi shov yurishni elib, karvat yoniga kelib o'ltirdi. Sardarning so'g'uq ovozi oxir Lolaga ta'sir qilib, ko'zlarini yutgab, ko'z oldidagi kelishgan erga qaradi. Bu izchil uning qalbidagi eng kelishgan yigit edi. Lekin hozirning o'zida bu er uningga xuddi Alvastining o'zidek ko'rindi. Sardar, Kamranni menga bering bo'lamdi. 3 kecha kunduz hech narsa yemagan bo'lsa-mu, lekin uning yanada yegisi kelmadi. Hozir uning faqatla Kamranni ko'gisi bor edi. Bo'lmaydi. Sardar qilcha ishkilanmadi. Bala texicha issiq saqlash sandiqida bo'lib, nihoyat ojiz edi. U Lolaning balasining bunday holatini ko'rishini xohlamaydi. Lola titrab, u erning qayta ko'gisi kelmadi. Sardar, chiqib keting. Sizni ko'gim yo'q. Shu ko'rishni ichivat. Bo'lmasa bir umr bolni ko'raman deb xomxayol qilma. Sardar tahdid soldi. Doktorning deyishicha, Lola endi bir narsa yemasa, pichoq yarisi asliga kelanmaydi ekan. Bundaq bo'lganda faqat mushu oy ichida qolgan kasal yildizi uningga bir umr hamroh bo'lib o'tishi mumkin ekan. Lola Sardarning qo'lidagi shovgirish qaychisiga qarab qo'ydi. Men shovgirishni ichsam,
cho'ng qadamlar bilan etilib kirib so'radi. Kamron nerede? Kamronni menga beringlar. Hay, nima qilyapsiz? Chiqib keting, chiqib keting. Bir sestra uni ko'rib, cho'chib, uni ishtirib chiqarib etmoqchi bo'ldi. Lala sestradan o'zini chapaslik bilan daldiga olgandan keyin, ondan bir-birlab issiq saqlash sandiqiga qaradi. Uning surati nihoyat tez bo'lib, Kamronni tepish uchun u rostilla jinini tikib qo'ydi. Kamron! Kamron! U oxir issiq saqlash sandig'idagi alqanchilik cho'ngliqdagi buvoqni ko'rdi. Uning qo'riq yuzlari tadirib ketgan bo'lib, qarmoqqa ozuqliq yetishmagandek ko'rinadi. Bala rastilla Sardarning janjigiri tursa, u balani bundaq och qo'yishga rastilla chidamdigandi. Lala Kamronni quchoqlaganicha qaramliq bilan sirtqa qarab yugurdi. "Hay, qaytib keling!" Bir sestra vaqirab ketdi. "Qo'g'limang, u yiroqlab ketgandan keyin ondan qo'g'lang." Qo'g'dash uyining eshigi ochilib, Dilnur chiqib keldi. U ikki sestraning har biriga 10 ming yuandan bergan edi. Ikki sestra darvaqa uning degini bo'yicha qildi. Bu bek yaxshi bo'ldi. Bu balani Lala o'zi bo'lib ketgan. Bundaq bo'lganda Sardar bilib qolsa-mu, sestra bilan doktordan ag'rinmaydi. U Sardarning Kamronni quchoqlab olgan holatiga faqat chidamaydi. U bu balani Dilnurni qutqizish uchun tug'dirgan tursa, uning mushundaq ojiz balani yaxshi ko'rishi mumkinmi? 6 oydan ko'proq qo'rchoqda turib tug'ilgan bola badan a'zolari to'liq yetilmagachga uzun yashamaydi. Dilnur Lalani Sardardan nafratlansin deydi. U Lalani vayron qilib etmoqchi. Eng yaxshisi Lala hilqi hargiz yashamaydigan haromzadasini ko'tarib binodan sakrab olsa, bu Dilnur uchun eng yaxshi bo'ladi. Shundaq bo'lganda Sardar uni amriga oladi. Lala Kamronni quchoqlab liftga qarab uchgandek mangdi. Uning badani og'rib, palampaydan chiqadek mag'dura qanmagan edi. Yanala liftda mangsa tez bo'ladi. Ammo qo'g'dash uyi bu qavatning eng ishki tarafida bo'lib, liftdan bir qadar yiroq edi. Operatsiya yarısı yana bir qaytim echilib ketgachga, qon Lalaning badanidan eqib, uning butun badanini qonga bo'yib etgan edi. Lekin Kamronni tutib ketsa, uning ochliqdan o'lib qolganligini o'ylasa, Lala og'riqni his qilmaydi. Kamronning hayot qilishi hammadan muhim. Lala, siz? Birdamdala koridorning bir tarafidagi palampayning eshigi echilib, Daraylan uningga qarab vaqiradi. Xabar? Lala hanviqib qoldi. Mushunaq bir vahshiy doktorxonada u o'zining to'liq o'tirdagi sog'dishini uchirtib qilishni o'ylabmi baqmagan edi. Sizning butun badaningiz qon bo'lib ketibdi-ku. Bu balani Xabar Lalaning butun badaniga ko'z yugurdi. Uning qiyofatidan cho'chib ketdi. Lala o'zining butun badanining qon ekanligini ko'rib, yarisining texmi og'riyotganligini his qildi. Bu holati bilan u doktorxonadan qochib chiqmay turibla, tutilib qolishi mumkin. O'ylab mushiyaga kelganda, Lala yalvorishga boshladi. "Xabar, meni bu yerdan ib keting. Sizdan o'tinib qolay. Bo'lamdi, meni bu yerdan ib keting." Lala, oldirmang. Nega bordiganligingizni aytib bering. Men sizni boshlab boray. Qayerga borsak mayli, tez mangayli. Sardar topolmaydigan ish bo'lsa, u har qanday joyga ketishga rozi. U hozir Kamronni hayot qasgan deb o'ylaydi. Aqol, men bilan men. Xabar egilibla Lala bilan uning quchoqdagi bolasini qo'shib ko'tardi. Lala noyda o'riq bo'lib, arali 80 necha jin keladi. Kamron uningdan kichik albatta. Ishga jangdan salla ortiq kichik bovoqning eg'irligini hisobga olmasaqmi bo'ladi. Xabar nimani degan bilan sog'lom bir er kishi bo'lg'achqa sur'ati noyda tez edi. U chaqaloq bilan Lalani ko'tarib, palampaydan tushib, mashina to'xtatish maydoniga kirdi. Bir necha minutdan keyin qora rangli pikap doktorxonadan chiqib ketdi. Lala ixtiyorsizla kayniga burilib, Sardarning odamlari va mashinalari qo'g'lab chiqqanligini ko'rmagandan keyin shundala sal dedi. "Xabar, men Sardarning meni tepib olishini xohlamayman. Siz menga u meni topolmaydigan bir joy tepib bering bo'lamdi."
u so'zlagach quchqidagi Kamronga qaradi. Bu bola xuddi kichik mushukka o'xshash, uning quchqida yig'lamadi, jidal qilmadi. Mush paytga kelganda andin Lolaning texi tug'ilganiga uzun bo'lmagan o'g'lini ko'gidek vaqti chiqdi. Kamron rostilla uninga nihoyat o'xshaydi. Uning kichik burni va yo'g'on ko'zlari xuddi Lolaning o'zi edi. Lekin u bolaning kichik og'zini ko'rganda Lola parishon bo'ldi. Bu bolaning kichkina og'zi bilan quloqi xuddi Sardarga o'xshaydi. Lekin har qancha o'xshaganining nima foydasi? Sardar Kamronning o'lishini orzu qiladi. Yana texi doktorxonadagi doktor sestralarga hech kim Kamronga sut parashga bermasligi kerak deb tahdid soldi. Agar Lolaning hozir shunaq iqtidori bo'lgan bo'lsa, u Sardar degan bu ablahni albaburun o'ldirib atgan bo'ladi.